Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun suhbatimizda kimlarni mu'minlar, musulmonlar deyishligimiz to'g'risida Ahlus sunna va jamoaning aqidasidagi mo'tabar aqida matnlaridan Aqida Tahoviy matniga murojaat qilamiz. Ushbu matnlarda quyidagicha bayon qilinadi. Ya'ni nusammi ahli qiblatina muslimina mu'minin. Ya'ni ahli qiblalarimizni musulmonlar, mu'minlar deb nomlaymiz. Madamu bima jaa bihi nabiy sallallohu alayhi vasallam mu'tarifina. Modomiki ular Nabiy sallallohu alayhi vasallam keltirgan narsani e'tirof etuvchi bo'lsalar, valahu bikulli ma qalahu va akhbara musaddiqina. Va u kishi har bir aytgan va xabar bergan narsani tasdiqlovchi bo'lsalar. Mana shu ikkita narsani keltiryaptilar. Demak, ahli qiblalarimizni musulmonlar, mu'minlar deb nomlaymiz. Modomiki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni keltirgan narsalarni e'tirof etuvchi bo'lsalar va u kishi aytgan va xabarga bergan narsalarni tasdiqlovchi bo'lsalar deyaptilar. Ya'ni bundan kelib chiqqan holatda mana shu ikkita shartni bajargan kishini haqiqiy mu'min musulmon deyiladi. Uni hech kim kofir deyishlikka, uni mushrik deyishlikka yoki munofiq deyishlikka hech kimning haqqi yo'q. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu narsani o'zlarining hayotlarida ham, o'zlarining siyratlarida ham ko'rsatib berganlar va kalima-i shahodatni aytgan kishini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mu'min deb bilganlar va uni mu'minligiga hukm qilganlar. Aytganlar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam nahnu nahkum biz-zohir vallohu yatawalla sarair. Ya'ni biz zohirga hukm qilamiz, Alloh taolo sirlarning egasidir deganlar. Endi bugungi kunda turli o'sha ahli sunna va jamoaga zid bo'lgan turli toifalar borki, musulmonlarni kofirga chiqarishlik, munofiqqa chiqarishlik, mushrikka chiqarishlik bilan ularni doimo ayblab, ularga turli ta'nalarni qilib yurishadi. Bu borada ham Aqida Tahoviy matnida mezonlar yaratib berilgan va bu mezonlar albatta Qur'oni Karim oyatlariga muvofiq va hadis Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muvofiq hisoblanadi. Keyingi matnda keltiriladiki: "Va la yakhrujul abdu minal imani illa bi juhudi ma adkhalahu fihi." Ya'ni banda iymondan chiqmaydi, faqatgina uni iymonga kiritgan narsasini inkor qilishlik bilangina iymondan chiqadi deyaptilar. Ya'ni bu yerda ushbu matndan bilishligimiz mumkinki, mu'min kishini faqatgina iymonga kiritgan narsasi, ya'ni kalima shahodat uni iymonga kiritgan edi. O'shani Xudo saqlasin u inkor qilsagina iymondan chiqadi. Bo'lmasa uni iymondan chiqdi deb aytilmaydi. Shuning uchun Ibn Nujaym rahimahulloh marhamat qilib aytgan ekanlarki, bir kishining 99 alomati kufrga dalolat qilsa-yu, bir alomati uni mu'minlikka dalolat qilsa ham uni kofir deyishlik mumkin bo'lmaydi. Shuning uchun albatta biz mu'min kishini hech qachon o'sha kalima shahodatni aytgan kishini kofir deyishlikka haqqimiz yo'q yoki uni ta'na qilishlikka haqqimiz yo'q. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sahihaynda Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda marhamat qilganlar: "Al-mu'minu akhul mu'mini." Mu'min mu'minni birodaridir. La yadlimuhu va la yahqiruhu va la ya'ibuhu va la yakhdhuluhu. Ya'ni mu'min mu'minni birodaridir. Unga zulm qilmaydi. Uni tahqirlamaydi, uni ayblamaydi yoki uni yordamsiz qoldirmaydi. Va la yatatawwalu alayhi al-bunyan fayasru riha illa biiznihi. Yoki uyini qo'shnisini uyidan baland qilib shamolni to'sib baland qilmaydi. Faqatgina izni bilan baland qiladi. Qarang, mu'min kishiga qanday chiroyli muomala qilishligini payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam marhamat qilyaptilar. Yoki totli ovqatini hidi bilan qo'shnisiga ozor bermaydi. Agar totli ovqat uyda pishiradigan bo'lsa, unga ham bir tabaq chiqarib beradi. Yoki farzandini qo'liga turli shirinliklar berib ko'chaga chiqarib yubormaydi. Agar yuboradigan bo'lsa, qo'shnisini farzandlariga ham beradi dedilar. Mana musulmonchilikning qanday ekanligini payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bu ushbu hadislarda ko'rsatyaptilar. Musulmon kishiga zulm qilmasligi, ayblamasligi, tahqirlamasligi zarurligini va musulmonga yordam ko'rsatishligini payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, ya'ni musulmon kishi bir-biriga birodar ekanligini, aka-uka ekanligini mana shu bilan ko'rsatyaptilar. Yana Aqida Tahoviy matniga murojaat qilamiz. Matnda quyidagicha keltiradilar: "Va la nashhadu alayhim bi kufrin va la bi shirkin va la bi nifaqin." Ya'ni ularni
kufriga, ya'ni kofirlikka yoki mushriklikka yoki munofiqligiga guvohlik bermaymiz. Ma'lam yazhar minhum shay'un min zalika. Ya'ni ulardan o'sha narsadan biror narsa zohir bo'lmasa. Zohir degani aniq ko'rinmasa degan. Biz yuqorida keltirib o'tdikki, bandani faqatgina iymonga kiritgan narsasini inkor qilishligi bilan, ya'ni ochiq kufrni e'lon qilishligi bilangina u iymondan chiqadi, bo'lmasa iymondan chiqmaydi. Shuning uchun kalima shahodatni aytgan har qanday kishini musulmon bilishlik, uni mo'min birodar deb bilishlik va unga mo'minlarcha yordam berish, unga mehribonlik ko'rsatishlik kerak bo'ladi. Bu mo'minlik sifatidan bo'ladi. Ana shunda biz ahli sunna va jamoa aqidasiga muvofiq, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rsatmalariga muvofiq, Qur'oni Karim oyatlariga muvofiq mana shu ishni amalga oshirgan bo'lamiz. Parvardigor barchalarimizni o'zini hidoyatda sobit qadam qilsin. Zeroki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hadislarda marhamat qilyaptilar. Iza alimta misla shamsi fashhad va illa fada'. Ya'ni bir birodaringda sen ko'rayotgan bir aybni agar u quyoshdek ravshan bo'lsa, o'shandagina unga guvohlik ber. Bo'lsa fada, uni o'z holiga qo'y deganlar payg'ambarimiz. Shunday ekan, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar orqali va turli boshqa kanallar orqali musulmonni ayblash, tahqirlash yoki uni haqida nojo'ya gaplarni gapirishlik, ta'nalarni qilishlik holatlari borki, bu musulmonchilikka zid hisoblanadi. Shunday ekan, albatta musulmonni birodari ekanligini yuqorida hadisdan keltirib o'tdik va albatta musulmonga yaxshilikni xohlashligi, uni haqida yaxshi gapni gapirishligi va unga qo'ldan kelgan yordamni qilishligi, uni yo'lini to'smasligi va xayrli ishlarda yordamchi bo'lishligi kerak bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.